Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu yil nechinchi yilda 30 ga kiryapti? 2004 aha. Hozir 2004-yildagi xarisiz bo'ladi. Mayli, sizning nomingizdan 4 ta pizza beramiz. Tekinga yeb ketishlari mumkin. Bittasini sizga beraman, Little Italy'dan. Bemalol borib, pizzani yeb ketsangiz bo'ladi. Rahmat, salomat bo'ling, charchamang. Mumkinmi? Yaxshimisiz? Yilingizni aytib olasizmi? 2010 Uf. 2004larni qidiryapti, charchaysiz, salomat bo'ling. Yilingizni aytib olasizmi? Vay. 2008 sizchi? 2009 2004 bo'lgan yilida 4 ta pizza yutib olardi. Charchanglar. 2005? Voy, 2004 bo'lganingiz. Nechinchi yilsiz? 2011 Voy, katta bo'lib ketdingiz. 2004larni qidiryapti. 99 yosh ko'rinarkansiz. 80. 2004larida. 2005. 2004 bo'lganingiz qalay? 2006 2004 qidiryapti. Charchamaysiz. Nechinchi yilsiz? 2004 rostdan. 2004-yilda bu yil nechaga kiryapti? 21 ga? 30 ga emas. Hazil qilyapti. O'rtog'ingiz farqi yoki oilangiz bilan borasizmi? Little Italy'dan amerikanskiy pizza yutib oldingiz. 4 ta pizza borib yeb kelishingiz mumkin o'rtoqlaringiz bilan. Kuzatib turing, Instagramlarimni ham obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Rahmat. Qanchadan beri kuzatasiz? Yaqinda qo'rqagan, nechta video olganingizda. Rahmat. Obunachim ekanlar, har doim sizlar uchun ham sovg'a bor. Hozir aytib o'taman. Bulardan shunchaki hazil qiluvdik, ya'ni boshqa qizbiroq bo'lish uchun. O'zi nechinchi yilda kiryapti? 95 da albatta. 95lar. Qarang, har doimgidek o'zimni kuzatuvchilarimga ham sovg'a bor. Kommentariyada eng ko'p odamni yoki tanishinglarni belgilab ketsanglar, 2 kishi bilan biz Little Italy'da borib pizza yeb kelsak bo'ladi. Rahmat, salomat bo'ling. Kommentariyaga eng ko'p odam belgilaylar, obuna bo'lish esinglardan chiqmasin. Salomat bo'ling. Rahmat. Xo'p. Sizga